talabaman. Men bilim olish orqali o'z kelajagimni mustahkamlayapman. Chunki bu imkon Konstitutsiyada berilgan. O'zbekiston Respublikasi o'z xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli darajada qurolli kuchlarga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 153-modda. Men inson hayoti uchun kurashaman, chunki yashash huquqi eng oliy huquq. Men yosh avlodga bilim beraman, chunki har bir bola ta'lim olish huquqiga ega. Men jurnalistman, men haqiqatni yetkazaman. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida so'z erkinligi kafolatlangan. Sizning arizangizni qabul qildim. 15 ish kun ichida ko'rib chiqiladi. Men odamlarga qonuniy huquqlarini tushuntiraman. Chunki adolat Konstitutsiyamiz yuragidir.